tunji uchrashgandiki, o'sha kun bugungidekli aniq esimda bor edi. Taqdir qismat ikkimizni uning tug'ilgan kunda uchrashtirib, bir-birimizni yaxshi ko'rishtirdi. Yana texi shirkatdagi qizning to'yi bo'lgan kuni qayta uchrashtirib, yurakka muhabbat o'tini soldi. Oxirda yana shu taqdir ikkimizni bir uyda bir mazgil birga turg'izib, rahimsizlarcha mushundoq ayiribdi. Texi bu azoblarim yetmagandek, Oliya degan bir qizni uchrashtirib, meni g'ururimni yer bilan yakson qildi. Taqdir, sen nemoncha adolatsiz. Barcha azoblarni menga ato qilamsan. Men nima degan bu sho'r peshona? Men o'z-o'zimga so'zlab ishxonaga kelib qoldim. O'zim yolg'iz dokladning davomini yozishga kirishib ketdim. Shu asnoda telefonim sayrab ketdi. Qarasam, Ra'no ekan. Buncha kechda telefon qilgandan qaraganda muhim ishi bor o'xshaydi deb, darhol telefonni oldim. Voy, Ra'no, tinchlikmi? Kechda telefon qilib qopsiz-ku. Bir ish bo'ldimi? Tinchlik. Shu kechda baksat bo'ldi. Shuni sizdan kechirim so'ray deb telefon qilgandim. Hech qisi yo'q. Boshqa bir kuni tomoq yesakmi bo'ladi-ku? Ha, rost. Siz nada? Tomoq yedingizmi? Men ishxonada ishlayapman. Yezib bitiradigan bir doklad bor edi. Texi tomoq yemadim. Shu yegim kelyapti. Biroq voy, texichi tomoq yemadingizmi? Men saqlab turing. U shundoq deb telefonni qo'yibdi. Men mu hech qilmay uning kelishini saqlab o'tirdim. Bir soat o'tdi deyman. Ra'no ishxonamga kirib keldi. Uning qo'lida bir qacha tomoq turadi. Tez tomoqingizni yeb oling. Qoldi gaplarni yeli deyshayli. O'z qo'li bilan atgan bu tomoq shunchalik o'xshagan ediki, ishtahayim echilib ketdi. Xuddi och qolgan bo'ridak birdamda yeb bo'ldi. U menga qarab, ma'nilik kulib qo'ydi. Uning kulgisini qayta ko'rganligimdan shunda xush bo'ldim. Ikkimizning ko'zlari qaytadan uchrashdi. Men sevgi uchquni chaqnab turgan ko'zlariga davomli qaraverishga ojizlik qilardim. Ammo ko'nglimning bir yerlaridan yana xush bo'lardim. Har ikkimiz o'zimizni erkin qo'yib bitib, qizg'in paranglashdik. U burunqidek echilib, yeyilib kuldi. Men bu barliq ko'ngilsizliklarni birdan bo'lsa-mu unutib, o'zimni yengil his qildim. Oy, soatni 1ga berib qopti. Men endi qaytib aram olay. Sizmi aram eling? Charchab ketdingiz. Dedi u o'rnidan turib. Ketamsiz. Men sizni olib qo'yay. Bo'lamdi. Hay, bo'ldi. Avar bo'lmang. O'zim minib ketay. Orliq yashiroq bo'lmasa. Bu kechida o'zingiz yolg'iz maqsangiz, men qandaqmi xotirjam bo'la olayman? Ondaq bo'lsa ikkimiz piyoda mangayli. Mening shundaq mang'im kelyotdi siz bilan. Men toza xohlayman jimo, deb kulib qo'ydi. Shundoq qilib, biz ishxonadan chiqib, ko'chada bir-birimizga yaqin holatda paranglashib mangdik. Uningdan tarqilayotgan tonish bo'lgan puroq tuyg'ularimni uyg'otdi. Men uningga ko'zimning qirida qarab qo'ydim. Ra'no ko'cha chirxining nuri ostida ko'zlarimga boshqacha chiroyli ko'rinib ketdi. Ay, Ra'no, biz qachongacha mushunda qiydishib yutamiz? Yarishib qolsak bo'lmaydi. Sizmi haqiqiy ahvolni bildingizmi? Azroq mazgil o'ssin. Men o'ylanib, ondan qanday qilish to'g'risida sizga javob beray. Bo'ladi. Javobingizni kutaman. Shavkat, undaqda siz Oliya bilan ajrashamsiz? U o'zim shundoq deydi. Avval doktorxonadan salomat qaytib chiqsin. Tushundim. Bu ishkamaning ishi. Men aralashmayman. Biz ona hazal 20 soatda yo'l yurib, uning uyining oldiga kelib qoldik. Amalsiz uning bilan xo'shlashib orqamga yotdim. Ozroq minib, orqaga o'yilib qarsam, u qoqqan qo'ziqdakla qarab turibdi. Ay, Ra'no, bo'ldi, kirib ketaman. Yaxshi orom eling.
deb ullik to'ldi. U gaplarimni anglagandan keyin kirib ketdi. Men yo'lda kelgach, shu birdam Ra'no bilan o'tgan kunlarimni eslasam, birdam Oliya bilan bo'lgan kunlarimni esladim. Ishxonaga kelib, uzun o'tmayla shirin uyquga ketdim. Yerim kechida uyqudan cho'chib uyg'ondim. Jimlasam, chiliq-chiliq tarning ichida yotdim. Qarab esib qoldi deb o'yladim o'zimcha. Xeyli uzoqcha u yoq bu yoqqa o'rilib uxlayolmadim. Tong saharning salqin shamoli darizdan kirganida asta uyqumlashdi. O'rnimdan turib, ishxonamni ratlab, chiroyli qilib qo'ydim. Dariza oldiga kelib, yiroq-yiroqlarga qarab, tabiatning go'zalligidan zavq oldim. Tamakidan bir necha kevatgandan keyin dokladning davomini yozishga boshladim. Bir necha kun mushundoq jafoliq ishlash orqasida oxiri bu dokladni bitdi. Amdi buni boshliqqa kirib bersamla bo'ladi. Atiganlik noshtadan keyin dokladni ilib, boshliqning ishxonasiga kirib, eshikni yenik chaydim. Hech qanday bir inkos yo'q. Eshikni qayta bir chakkandan keyin "Kiring" degan ovoz keldi. Orqadan Shavkat, qani o'tiring. Doklad bitgan o'xshamadi. Bitgandi. Shuni sizni bir ko'rib chiqsin deb o'ylagan edim. Bo'ladi, menga bering. Sal turib ko'rib boqay. Boshliqqa dokladni berib bo'lib yinib chiqdi. Amdil ishxonaga kirib tursam, Ra'nodan telefon keldi. Voy, bugun Aliya doktorxonadan chiqdi. Unutib qolmang-a? Bildim. Unutib qolmayman. Rahmat sizga, Ra'no. Men doktorxonaga Aliyani og'ilib berish yoki bormaslik to'g'risida o'zim bilan uzoq kelishdim. Yana doktorxonaga berib, uyga qaytarib kelishni loyiq topdim. Qo'limdagi ishlarni tashlab qo'yib, doktorxonaga bordim. Bolnis bo'limiga kirsam, u hisobot qilib yotoq tarafga manqul turibdi. "Oliya, to'xtab turing." U ovozimni anglab chappada to'xtab, keyniga burilib, menga qarab qo'yib yotoqqa kirib ketdi. Men orqadan agishib yotoq ichiga kirdim. Har ikkimiz bir narsa deyishmadik. Men u yig'ishtirib qo'ygan narsalarni ilib, pastga qarab maqdim. Oliya mu gap so'z qilmay, orqamdan agishib, mashinaning yoniga keldi. "Mashinaga chiqing. Uyga qaytib ketaylik." Men qaytmay. Siz ketavering. Men qaysi yuzim bilan u uyga boraman? Eng yaxshisi opamning qishiga qaytib ketay. Undaq demang. U sizning uyingiz. Yana men bilan birga qaytib keting. Bo'lamdi. Bir hazada talash qilishgandan keyin u amalsiz holda mashinaga chiqdi. Uyga kirgandan keyin u bir og'iz gap qilmadi. "Men ishga berib kelayamsa, yaxshi oramayib turing. Kashta ko'rishaylik" deb uydan yenib chiqdi. U bu so'zimga qarata ma'qul deb beshni laqishtirib qo'ydi. Kash kirdi. Ishdan tushib, oldirab tinib uyga keldim. Uning qarisi ko'rinmaydi. Yotoq uylarga qayta qarab chiqdi. Yana uningdan shabi yo'q edi. Uy ichi shuncha ratlik, pokiz tozlangan bo'lib, yana teg'i ustalning ustida tomoq turardi. U bir bog'oqchini chinining ostiga bostirib qo'ygan bo'lib, u kichik bog'oqchidan uning uyini tashlab ketib qolgani aniq edi. U bu xitida Shavkat, kechiring. Men sizga bir umr yuz kelamayman. Men garchi sizni haqiqiy yaxshi ko'rgan bo'lsam-mu, hayotdagi oshu ozg'inligim sabablik sizning sevgingizdan mahrum qoldim. Men bir umr vijdon azobi tortishga haqliman. Yana kelib, sizning g'ururingiz bilan o'ynashdim. Sizning baxtli bir oilangizni vayron qildim. Qancha qilsam ozlik qiladi. Endi bizning birga o'tishimiz asla mumkin emas. Siz Ra'no ochimni tepib, uni uyga qaytarib keling. U esil ayol. Sizlarga mangu baxtiyor bo'lsin. Men sizni haqiqiy suyman. Mangu qalbimning bir burchagida sizni saqlayman. O'zingizni ko'p asrang. Oliya shunda qilib, bu yurtni tashlab, yiroq bir joyga ketdi.
u ketgandan keyin ko'nglimning bir yerlari yerim bo'ldi. Uning ashu bechora holatiga qarab ichim siqildi. Demisam, u qaysi bir mal'un tarpidan ozg'on edi. U ketdi. Bir quchoq pushaymon ham hasratni yutib ketdi. Uning siz kunlarim mushundoq ma'nisiz o'tib ketdi. Xizmatdan tushib, yana shu haroq ichishni tepib oldim. Gohi kunlari chiqishib elib, ishga borolmay yetib qoldim. Ranamu orlab ahvol so'rab turdi. Ammo u yanala orliq saqlab o'tadi. Aliyaning uyini tashlab ketganligini uningga deyamadim. Qisqasi, o'zimni uning oldida yaramas his qilib qoldim. Bir kuni sud mahkamasining ajrashish kelishimnomasini topshirib oldim. Bu kelishimnomani qo'lga ilib qarsam, Aliya qo'l qo'yib bo'lgan ekan. Sudchining deyishicha, bu qog'ozga qo'l qo'ysamla, o'tirimizdagi barliq munosabat oyoqlashadi ekan. U o'zining degini bo'yicha ish qilgan edi. Men buni ko'rib, lassada bo'shab ketdim. U nalarda tinab tamtirab yuradigan-di. Men bu ajrashish kelishimnomasiga amalsiz imzo qo'ydim. Shunda qilib, Aliyaning orzusi bo'yicha biz ajrashib ketgan bo'ldik. Biroq men uni pat-pat tushib qoladigan bo'lib qoldim. Tushimda shundoq bechora, g'amkin holat ko'rinadi. Uning qayerda, nima ishlar bilan yurayotganligini asla bilgili bo'lmaydi. Kunlarim shundoq aldirachchilik ichida xizmat, uy o'tirsida o'tib ketdi. Gahida ichim siqilganda ko'ni odatim bo'yicha aroqni bo'lishiga ichib, dardimni mushunas bosgan aroqdan olatdim. Bir kuni uyda yolg'iz aroq ichib o'tirsam, Ra'no telefon qildi. Voy, tinchlikmi? Bormisiz? Tinchlik. O'zingiz-chi? Men ozroq ish bilan shirkatga borgandim. Ular sizning shirkatga kelmagani 2 kun bo'ldi deydi. Shunga ansirab telefon qilgandim. Men bor. Shu uyda salomat turdim. Hey, aroq ichyotamsiz? İçim pushib aroq ichyapman. Shundoq debla telefon uzildi. Bir chaqdan keyin eshik chekildi. Eshikni ochsam Ra'no keldi. U uyga kirib qaynab ketdi. Hey, siz nimishqa bunday qilasiz? O'zingizga ichingiz og'rimamda? Men bu jondan to'yib qoldim. Bundoq ma'nisiz turmushdan joq zerikdim. Al yaqini. U nega ketdi? Onun gapini qilmang. U rasvo buzuq. Meni mush holga tushirib qo'ydi. U men bilan ajrashib ketdi. Nim deysiz? Sizlar ajrashib ketdinglarmi? Nimishqa bu gapni menga demaysiz? Shu men sizga qandoq deyman? Siz menga ikkimizning ishi tugadi. Endi qayta yarishni tilga olmang degandingiz-ku. Dab, o'zim tutib ololmay yig'lab ketdim. Ra'no menga qo'shilib, qattiq yig'ladi. Bir chaqdan keyin u esini yig'ib, mening ko'z yoshlarimni surtib turib, "Hozirmi sizning qalbingizda men bormi? Ko'zimga qarab turibdingmi?" dedi. Ra'no, men sizni bir umr unutib ketamayman. Siz mening tunji so'ygunim. Ham birdan-bir so'ygan ayol. Shu qitim xish sabablik bizning baxtli oilamiz vayron bo'ldi. So'ygining qadri o'tildi. Garchi men ikkinchi qitim bir ayolning so'ygisiga erishganim bilan qilchi baxtni his qilmadim. Aksincha, menga tugamas azob olib keldi. Ilham, men sizni yaxshi ko'raman. Ilham, men sizni so'yaman. Kechiring Shavkat. Ash qitimqi ishda men to'g'ri qilmadim. Sizni xato tushunib, ko'nglingizga ko'p azor berdim. Doktorxonadagi ash ishdan keyin men hammani tushundim. Men shu chaqda qattiq azoblanib, qilgan ishimga pushaymon qildim. Qarab turib sizni o'tqa ishtirib, baxtli oilamizni vayron qilganimdan qattiq o'kindim. Sizga desam, men sizni haqiqiy yaxshi ko'rganligim uchun har kuni o'ylab turdim.
sizdan ayrılıp azaplandım. Ammo hech kimga bu to'g'riliq tinib boqmadim. Men sizni bir umr suyman. U shundoq deb o'zini bag'rimga yetib, po'qildab yig'lab ketdi. Men uni ichin quchoqlab bag'rimga bosdim. Undan ko'taribla karavotga bosdim. O'zimni unutgan holda lavlarga yenishlab suydim. Rana, biz qayta to'y qilaylik. Atila to'y qita olaylik, bo'lamdi. U mushi gapimni kutib turgandekla. Shavkat, men xohlayman. Atila to'y qita elib, asldagi baxtli turmushimizga qaytaylik. Men bek charchab ketdi, dedi. Biz uzoq paranglashgandan keyin u qaytib ketmoqchi bo'ldi. Menmi uni ustib qo'ydim. Karavotga yetib, boyam qishlarni o'ylab, yig'ir bir yukdan qutulgandek his qildim. To'y xitini elib, to'y kunimizni haftaning oxiri qiladiganga bitishib qo'ydik. Buni anglagan odamlarning hammasi bizga baxt tilab, "Amdi yaxshi bo'pti, amdi gul-guliga kelibdi" deyishdi. Biz kutgan hafta oxiri yetib keldi. Men tunji to'y qilgan holatda radlik kiyinib, to'y maraka zalida Ranani kutib turdim. U ko'p o'tmay zalga yetib keldi. So'rin boshqarg'uchi to'y murosimining boshlanganligini jakarladi. Keyin burunqidek lirik, sho'x naqshi musiqalar qo'yilib, so'rin kayfiyati avjiga chiqdi. Rana bilan ikkimizmi bir qancha rat maydonga tushib, usul o'ynab, burun qishlarni aslashdik. To'y tunji qitimqidakla qizib ketdi. Hammamiz qizg'in paran qilishib o'ltirgan shu daqiqalarda 7-8 yoshlar chamasida bir o'g'il bola chiroyli bir dasta gulni ko'tarib, ustal ustiga qo'yib chiqib ketdi. Hammamiz bu gulni ko'rib hayron bo'lishdik. Gulning orsiga bir bog'oqcha qistirilgan edi. Tinchlikmi Shavkat? Bugun sizning qutlug' to'y ma'rakangiz. Bu xabarni so'ngimdan angladim. Musha daqiqalarda siz uchun cheksiz xushal bo'layapman. Siz oxiri baxtingizni topdingiz. Mangu baxtli bo'linglar. Dab yezilgan edi. Bu gulni Oliya avatganga. Ay bechora. Dedim ichimda bir xatga bir gulga qarab. Uy murosimi oyoqlashib, avvalqidekla shu uyimizga qaytib keldik. Uyga kiribla bir xil illiqlikni sezdim. Men oxiri o'zim orzu qilgan baxtni topgan edim. Hayot musofamdagi bu agro to'qayliqlar menga haqiqiy sevgi muhabbatni, sevgi qadrini to'natdi. Rana bilan bo'lgan ko'ngilli turmushim tezda iziga tushib, hayotning rangdor sahifalariga yo'l ochdi. Bu asar mushiyati tamom bo'ldi.